Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta siz uchun ruhiy mashg'ulotlar, meditatsiya, ichki xotirjamlik uchun juda qulay bo'ladi. Agar sahna, teatr yoki musiqa kabi sohalarda ishlasangiz, bu hafta eng yaxshi takliflarni olishingiz, ish bilan bog'liq muammolardan qutulishingiz mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, yumshoq fe'lli, sezgi, ruhiy jihatdan kuchli va romantikaga boy bo'lgan inson bilan tanishishingiz mumkin. Kechirish, hayotdagi og'riqlarni yengillashtirish va hamma narsani qabul qilish siz uchun osonroq bo'ladi. San'at, sport, sahna, kontent yaratish yoki tadbirkorlik kabi sohalarda ichingizdan kelgan g'oyalarga erishishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishingizni yangilash, o'zingizni yanada jozibali ko'rinishga keltirish uchun ham juda yaxshi imkoniyat. Agar yuragingizda muhabbatga oid orzu bo'lsa, uni hozir ochiqcha aytishdan qo'rqmang. Kimdir yoqtirayotgan bo'lsangiz, unga romantik sovg'a yoki unga ishora qilishning ayni vaqti bo'lishi mumkin deb ko'rilmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu haftada agar sotiladigan uyingiz yoki ko'chmas mulkingiz bo'lsa, bu borada sizga ajoyib yordam va qo'llab-quvvatlash keladi. Uni sotishingiz yoki bu ishda muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Yoki ko'chib o'tishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, qalbingizga mos, tinch va osoyishta joyda yashash uchun yaxshi uy topishingiz ehtimol. Bu haftada oilangiz sizni qo'llab-quvvatlashi oson bo'ladi. Bank ishi, kredit, to'lovlar bilan bog'liq masalalarni ham qiynalmay hal qilishingiz mumkin. Oilada bo'layotgan muammolar yechim topishi, munosabatlar esa yaxshilanishi mumkin. Ichingizda anchadan beri bostirib kelayotgan his-tuyg'ular yuzaga chiqishi mumkin. Balki yillar davomida ichingizda olib yurgan og'riqlarni anglab yetarsiz yoki endi nimanidir tugatish vaqti kelganini tushunarsiz. Ammo bu anglash sizni qo'rqitmaydi, aksincha yengillik beradi. Bu davrda tushlaringiz, sezgilaringiz va ichki ovozingiz kuchayishi mumkin. Meditatsiya qilish, yolg'iz qolish, tabiat bag'riga chiqish sizga yaxshi ta'sir qiladi. Bu yolg'izlik salbiy emas, aksincha ijodiy va o'zgarishlar olib keluvchi yolg'izlik bo'lishi mumkin. Yozish, chizish, nimadir yaratish uchun kuchli ilhom olishingiz mumkin. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan olayotgan fikrlaringiz oddiy emas. Bu fikrlar nafaqat aqlli, balki ilhomlantiruvchi bo'lishi ham mumkin. Nimadir yozish, o'rgatish, boshqalarga yetkazish istagingiz oshadi. Bu blog yozuvi, ijtimoiy tarmoq loyihasi, taqdimot yoki trening bo'lishi ham mumkin. Ovoz chiqarishga, gaplaringizni eshittirishga ehtiyoj sezasiz. Eng zo'r tomoni, shunchaki gapirmaysiz. Aytganlaringiz odamlarning yuragiga ham ta'sir qiladi. Do'stlaringiz yoki tanishlaringiz orqali biror bir imkoniyat sizga kelishi mumkin. Sizga yangi g'oya beradigan, ilhomlantiradigan inson bilan tanishishingiz yoki biror guruhda faol ishtirok etishingiz ham mumkin. Yangi odamlar bilan tanishish, jamoa ichida bo'lish sizga yaxshi ta'sir qiladi. Odamlar orasida yo'qolib ketmasdan o'zingizni ko'rsatishingiz mumkin. Fikr almashadigan insonlarga va orzungizga ishonadigan odamlarga qarshi ochiq fikrli bo'ling. Yordam so'rashdan tortinmang. Balki biror ijtimoiy loyihaga qo'shilasiz, balki jamiyatga foydali biror g'oya ustida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, opa-singillaringiz, aka-ukalar yoki yaqin tanishlaringiz bilan muhim suhbat bo'lishi mumkin. Bu suhbat mojaroga emas, aksincha yaqinlashuvga olib keladi. Yurakdan chiqqan gaplar eski xafagarchiliklarni yumshatishi mumkin. Ruhiy shakllanish uchun biror o'quv kursiga qatnashishingiz yoki bu sohada tajribali insonlar bilan uchrashishingiz mumkin. Yangi haftada qo'rqmasdan shartnoma yoki kelishuvlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, qo'shningiz yoki sizga yaqin joyda yashaydigan kishi bilan safar davomida yoki o'qish joyingizda tanishib qolishingiz mumkin deb ko'rilmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta ish yoki jamiyat hayotingizda e'tiborli voqealar yuz berishi mumkin. Yangi ish taklifi, lavozim o'zgarishi, sahnaga chiqish yoki ovozingizni eshittirish kabi holatlar kun tartibingizdan o'rin egallashi mumkin. Agar uzoq vaqtdan beri bir loyiha ustida ishlayotgan bo'lsangiz, hozir bu mehnatlaringiz ko'zga ko'rina boshlaydi. Ayniqsa ijodiy sohalar, san'at, ta'lim, ruhiy xizmatlar yoki
ilhom bag'ishlaydigan kasblarda ishlayotgan bo'lsangiz, ta'sirlarning kuchini kuchliroq his qilasiz. Bu davrda ish yoki martaba bilan bog'liq noaniq masalalarda ichki sezgilaringiz sizga yo'l ko'rsatishi mumkin. Ichingizdan sezgan yo'nalish o'zgarishi, balki soha almashtirish yoki ishingizga ko'proq ma'no bag'ishlaydigan bir qadam tashlash muhim bo'ladi. Ham foydali bo'lsin, ham ma'noli bo'lsin degan niyatingiz endi ro'yobga chiqishi mumkin. Moliyaviy tomondan kimdir sizdan yordam so'rashi yoki qarz so'rashi mumkin. Umuman olganda bu hafta pul masalalarida ijobiy energiyalar bor, lekin salomatlik uchun biroz xarajat qiladigandek ko'rinmoqdasiz. Ayniqsa ovqatlanishga ko'proq e'tibor bering. Muddati o'tgan mahsulotlarni iste'mol qilishdan saqlaning. Zaharlanish ehtimolingiz bordek ko'rinmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta jasoratingiz, qat'iyligingiz va e'tibor markazida bo'lish istagingiz kuchayadi. Ichingizda uzoq vaqtdan beri saqlanib kelayotgan bir fikr, bu sayohat, ta'lim loyihasi yoki men bu hayotda ko'proq narsalarga loyiqman degan his bo'lishi mumkin. Endi kuchliroq namoyon bo'ladi. Ruhingizni boyitadigan, sizga ichki tinchlik va chuqur ma'no beradigan, hatto boshqalarga ham ilhom bo'ladigan yo'ldan ketishni xohlashingiz mumkin. Bu kitob yozish, sahnaga chiqish yoki xorijga safar bo'lishi mumkin. Qaysi biri bo'lmasin, yuragingiz bilan ha deb aytadigan bir narsa bo'ladi. Ta'lim olish yoki berish, turli madaniyatlar bilan tanishish, e'tiqod va falsafiy qarashlarni o'rganish, ruhiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish sohalarida katta ochilishlar bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishingizni o'zgartirish, uslubingizga yangilik kiritish yoki ijtimoiy tarmoqlarda faolroq bo'lish istagi paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, juda romantik, sezgir va ruhiy tomondan sizni to'ldiradigan bir muhabbat yoki tanishuv yuzaga kelishi mumkin. Agar biror ta'tilga chiqish imkoniyati tug'ilsa, bu dam olish ruhingizga nihoyatda yaxshi ta'sir qiladi. Bu hafta siz kuchli e'tiqodga ega, falsafiy fikrlaydigan insonlar bilan ko'p uchrashishingiz mumkin. Ayniqsa dengiz bo'yidagi joylarga sayohat rejalari qilishingiz yoki ta'til takliflarini o'rganib chiqishingiz mumkin. Eng katta istagingiz tartibsizlik va shovqindan yiroq, tinch va osoyishta joylarda vaqt o'tkazish bo'ladi. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta ehtimol hech kimga aytmagan bir hissiyotingiz, yillar davomida yuragingizda yashirib kelgan qo'rquvingiz, o'tmishdagi bir og'riq yoki aybdorlik hissi endi yuzaga chiqishi mumkin. Ammo bu holat sizni qiynash uchun emas, balki ichki xotirjamlikka erishish uchun yuzaga chiqadi. Bu davrda meditatsiya, shifobaxsh mashg'ulotlar, psixoterapiya, regressiya, oilaviy tizim ishlari va ichingizdagi chaqaloq bilan ishlash kabi sohalarda katta ochilishlar, o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ong ostingizdagi signallarni yanada aniqroq eshita boshlaysiz. Ko'p tush ko'rishingiz, sezgilaringiz esa kuchayishi mumkin. Bu sizga ruhiy jihatdan o'zini anglash, hayotingizda qanday yo'ldan yurishni aniqroq tushunishga yordam beradi. Moliyaviy masalalarda ham o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Ayniqsa turmush o'rtog'ingiz, hamkoringiz yoki oilangiz bilan umumiy mol-mulk, mablag'lar bo'yicha kutilmagan vaziyatlar yoki muhim qarorlar yuzaga kelishi mumkin. Bu holatlar avvaliga biroz qiynashi mumkin, lekin uzoq muddatda sizni yengillikka olib kelishi kutilmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta siz biror guruhga yetakchilik qilishingiz ham, qalbingizga yaqin bo'lgan, ruhingizga ta'sir qiladigan inson bilan uchrashishingiz ham mumkin. Balki uzoq vaqtdan beri ichingizda hayajon bilan o'ylab yurgan bir odam bilan bog'lanarsiz. Balki do'stlaringiz bilan birgalikda yangi bir loyiha boshlarsiz. Ayniqsa munosabatlar borasida bu hafta juda hissiy va emotsional, lekin ayni paytda jasur qarorlar qabul qilishingiz mumkin. Yashirib kelgan his-tuyg'ular endi oshkor bo'lish ehtimoli bor. Yuragingizda saqlab kelayotgan hislaringizni aytish uchun juda mos imkoniyat. Agar uzoq vaqtdan beri davom etayotgan munosabatda qayerga ketyapmiz degan savol paydo bo'lsa, endi yurakdan yo'l tanlashingiz mumkin. Shuningdek, sizni charchatgan, ruhingizni ezayotgan munosabatlardan chiqib ketishga o'zingizda jasorat topishingiz ham mumkin. Bu ijobiy ta'sir faqat ishqiy munosabatlarga emas, balki professional hamkorliklarga ham foydali bo'ladi. Ruhingizga mos keladigan, birga ishlashdan rohatlanadigan hamkorliklar kutilmoqda.
Shuningdek, jamoat oldida chiqish qilish, odamlarni bir g'oya atrofida to'plash, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'proq insonlarga yetib borish kabi imkoniyatlar sizni ruhlantiradi. Do'stlaringiz bilan biror dengiz sayohatiga chiqishingiz ham mumkin. Bu hafta sayohat uchun juda mos haftadir. Agar hayotingizda kimdir bo'lmasa, do'stlaringizning siz uchun sovchi bo'lishiga, tanishtirishiga imkon bering. Bu safar ijobiy natija berishi mumkin. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta ish joyingizda ko'proq mas'uliyat olishingiz, bir loyihani o'z qo'lingizga olib yoki sizni oldinga olib chiqadigan yaxshi bir imkoniyatga duch kelishingiz mumkin. Shuningdek, kundalik hayotingizda yangi tartib o'rnatishni xohlashingiz mumkin. Sog'lig'ingiz, ovqatlanishingiz, uxlash tartibingiz yoki ruhiy holatingizga ko'proq e'tibor bera boshlaysiz. Agar ijodiy ishlar bilan shug'ullansangiz, bu davr ilhomli va unumli o'tadi. Men ruhimni qo'shib ishlaydigan ish istayman desangiz, ayni payti. Shu bilan birga ish joyingizdagi kimdir bilan yaqinroq hissiy yoki ruhiy bog'lanish paydo bo'lishi ham mumkin. Ishdagi odamlar siz uchun oddiy hamkasblar emas, ilhom manbai bo'lishi mumkin. Agar ko'nglingizda lavozim oshirish kabi niyatingiz bo'lsa, bu hafta rahbarlaringiz bilan gaplashish uchun juda qulay. Yoki shartlari ancha yaxshi bo'lgan yangi ish taklifi tushsa, albatta ko'rib chiqing. Rahbarlaringizdan maqtovlar, sovg'alar olishingiz mumkin. Ishdagi hamkorlaringizga foyda keltiradigan yordamlar berasiz. Bu hafta ish bilan bog'liq masalalarda tasavvuringiz kuchli ishlaydi va ijodiy yechimlar topishga yordam beradigandek ko'rinmoqdasiz. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta uzoq vaqtdan beri xayolingizda aylanayotgan bir o'quv rejasi, sayohat niyati yoki ijodiy loyihangiz bo'lsa, endi uni amalga oshirish uchun koinot sizni qo'llab-quvvatlaydi. Ehtimol sizda kitob yozish, ustaxona ochish yoki chet elga chiqish kabi katta orzularingiz bor. Endi bu orzular shunchaki xayolda emas, balki haqiqatga aylanishi mumkin. Chunki siz endi faqat istamaysiz, amalda harakat ham qilyapsiz. Shuningdek, bu davrda muhabbat hayotingizda ham jonlanish bo'lishi mumkin. Yuragingizni hayajonga soladigan kimdir bilan yo'lingiz kesishadi yoki hozirgi munosabatingizda romantik, ijodiy iliqlik paydo bo'ladi. Ayniqsa ruhingizni oziqlantiradigan, sizga ilhom beradigan munosabatlar oldinga chiqadi. Agar hozircha hayotingizda hech kim bo'lmasa, bu davrda tanishadigan inson bilan faqat ishqiy munosabat emas, balki umumiy maqsad va orzular atrofida yaqinlik tuyg'usi yuzaga keladi. Yurakdan kelgan hislar boshlanayotgandek ko'rinmoqda. Bu davrda muhabbat hayotingizda faqat jismoniy tortishuv emas, balki ruhiy bog'lanish shaklida ham bo'lishi mumkin. Ijodiy tarafdan ham unumli va kuchli vaqt. Ichingizda to'planib turgan g'oyalarni yozibgina qolmay, ularni hayotga tatbiq ham qiling. Xohlaysizmi, yozing, chizing, video yarating yoki sahnaga chiqing. Yuragingizdan chiqqan har bir narsa endi osonlik bilan tashqariga chiqadi. Hayot faqat mas'uliyatlardan iborat emas. Siz quvonch olishga ham loyiqsiz. Shu sababli bu hafta o'zingiz uchun kichik sayohatlar, ilhomli safarlar, madaniy tadbirlar, ko'rgazmalar yoki tabiatda o'tkaziladigan vaqt sizga juda yaxshi ta'sir qiladigandek ko'rinmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta o'tmishda boshingizdan o'tgan va yuragingizda chuqur iz qoldirgan hissiy holatlar yana yuzaga chiqishi mumkin. Ammo bu safar siz ularni bostirib qo'yish emas, balki o'zgartirishga, davolashga tayyorsiz. Balki bu tuyg'ular oiladagi bir inson bilan bog'liq yoki bolalikda his qilgan qo'rquv, g'azab yoki og'ir bir yuk bo'lishi mumkin. Endi ularni tan olish va ulardan xalos bo'lish uchun ichingizda kerakli jasorat ham, rahm-shafqat ham bor. Shu bilan birga bu hafta moddiy masalalarda ham o'zgarishlar bo'lish ehtimoldan xoli emas. Umumiy daromadlar, meros, aliment, qarzlar yoki turmush o'rtog'ingiz yoki hamkoringiz bilan bo'lishilgan moliyaviy resurslar haqida qarorlar qabul qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu qaror uzoq muddatda sizning moliyaviy holatingizga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu faqat pul masalasi emas. Bu qaror ishonch masalasi bilan ham bog'liq bo'ladi. Sizga chin dildan ishonch bag'ishlaydigan odamlar, tizimlar va asosli hayot tuzilmasini yaratishni xohlaysiz. Vaqtinchalik emas, balki uzoq muddatli barqaror o'zgarishlarni izlayapsiz.
Shuningdek, uyingiz va yashash muhitingiz bilan bog'liq yangi yo'nalishlar belgilashingiz mumkin. Balki ko'chish, uy ichida yangi tartib o'rnatish yoki oila a'zolari bilan bo'lgan rishtalarni qayta tushunish kabi masalalar yuzaga keladi. Bu davrda ayniqsa meditatsiya, psixoterapiya, oilaviy muammolarni davolovchi uslublar yoki ong osti bilan ishlash kabi ruhiy chuqur ishlovchi mashg'ulotlar sizga foyda keltiradi. Avvaliga yuzlashishdan qo'rqqan narsalaringiz aslida sizni qanday yengil va erkin qilishi mumkinligini chuqur anglash davri kelmoqda. Endi siz hissiyotlarda o'zingizni himoya qilish o'rniga ularni qabul qilishni tanlaysiz. Bu esa ruhingizga tinchlik va yengillik olib keladigandek ko'rinmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta munosabatlar sohasida juda harakatli va dinamik bir davr bo'lishi mumkin. Agar hozirda bir munosabatingiz bo'lsa, bu munosabatni birgalikda loyiha yoki umumiy maqsadga yo'naltirish g'oyasi sizni juda ilhomlantirishi mumkin. Agar hayotingizda kimdir yo'q bo'lsa, bu davrda ilhomlantiruvchi kishi bilan tanishish imkoniyati bor. Ayniqsa muloqot orqali o'rnatilgan aloqalar e'tiborni tortishi mumkin. Bir suhbat, xabar almashish yoki umumiy fikr almashish sizga chuqur ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, hamkor loyihalar, ikki tomonlama uchrashuvlar va ijodiy jamoa ishlari bo'yicha katta motivatsiya mavjud. Bu ham professional sohada ham ruhiy zavq olishga yordam berishi mumkin. Bu odam bilan birgalikda ishlashim kerak, chunki biz biror narsa yaratishimiz kerak degan tuyg'u kuchli bo'lishi mumkin. Yaqin atrofingizdagi odamlar, aka-ukalaringiz yoki uzoq vaqtdan beri ko'rmagan insonlar bilan munosabatlar ham faol bo'lishi mumkin. O'rtadagi xafa bo'lishlarni yakunlash, mazmunli suhbatlar qilish va o'tgan davrda yetishmay qolgan aloqalarni tiklash kabi tajribalar yuzaga kelishi mumkin. Agar ta'lim yozish, taqdimot qilish yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali fikrlaringizni bayon qilishni rejalashtirgan bo'lsangiz, bu davrda yaxshi yordam olishingiz mumkin. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz, ruhiy jihatdan kuchli, yordamsevar kishi bilan tanishishingiz mumkin. O'rtada romantik aloqalar bo'lish ehtimoli bor. Shuningdek, do'stlaringiz yoki hamkasblaringiz uchun hayotingizda biron bir qurbonlik qilishingiz kerak bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. Mars va Neptunning ijobiy ta'siri bilan bu hafta avvalgi sizga og'ir yoki zerikarli bo'lib ko'ringan ishlar endi boshqacha ko'rinadi. Endi faqat vazifa bilan cheklanmasdan, ma'no va ilhom bilan to'la bir hayot tartibini yaratish vaqti keldi. Men bu hayotda qanday qilib foydali bo'lishim va o'zimni yaxshi his qilishim mumkin degan savol bu davrda juda muhim bo'lishi mumkin. Ish hayotida ham katta harakatlanish bo'lishi mumkin. Yangi ish taklifiga rozi bo'lish, yangi loyiha boshlash yoki o'z ishingizga ko'proq vaqt ajratish uzun muddatda katta foyda keltirishi mumkin. Ishdagi hamkasblaringiz bilan yaxshi munosabatda bo'lish, umumiy maqsad yo'lida birlashish osonlashadi. Moliyaviy jihatdan ham bu davrda yaxshi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Ish yukini yengillashtiradigan yangi xodimlar, yordamchilar olishingiz mumkin. Ish masalalarida boshqalarga yordam berish, ularning ish topishlariga ko'maklashish yoki sizga ish topishda yordam beradigan odamlar bilan uchrashishingiz mumkin. Ishlar bo'yicha juda ijodiy bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa reklama yoki kreativ sohalarda ishlayotgan bo'lsangiz, eng yaxshi ishlaringizni yaratishingiz, ularni bajarishda ma'naviy tinchlik va mamnuniyatni osonlik bilan his qilishingiz mumkin. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.